Oldingizga xushxabar bilan keldim. Sizni qo'lingizdan kelishini yaxshi bilardim. Men ham boshdan aytib qo'yay. Hech kimga uy berilmaydi. Qaynotangiz o'rniga. Mana men siz bilan hamkorlik qilaman. Hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Bunaqa hazilni ko'taradigan ahvolda emasman. Rustam akaga rahmim kelyapti. Borib xabar olib kelamizmi? Juda ham chiroyli joy ekan. Maqsadingga erishdingmi? Farhod aka, bo'ldi qiling. Mehr berib boqqan bolamni tashlab chiqib ketishini hazm qila olmayapman. Bu dunyoda hech narsa bizniki emas. Hammasi ketadi. Afzalni ofisiga borib kelamiz. Bu yerda nima qilamiz? U bola tezroq jon berishga yordam beramiz. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Davolanish nima bo'ldi? Ukollarimni olib bo'ldim. Ancha yaxshiman. Xavotir olmang, mehribonim. Men hozir sizga tinchlantiruvchi choy olib beraman. Stol ustiga oylik hisobotlarni qo'yib qo'ydim. Ko'rib chiqdingizmi? Bularni hujjatlari siz qo'ydingizmi? Ha, men qo'ygandim. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Sizni ko'rib ko'zim quvnadi. Mayli. Hozir choy olib kelaman. Boring. Sen ham bor ishingni qil. Xo'p. To'g'risi, nima deyishga ham hayronman. Hayron bo'lmang. Hammasi yaxshi. Shuncha pulni qayerdan oldingiz? O'zbekda maqol bor. Uzumini yeginu, bog'ini so'rama. Mana. Almashtirib oling. Rahmat. Rahmat. Kiyimingizni almashtirib chiqing oshxonaga. Ovqat tayyor, suzaman. Xo'p. To'g'risi, nima deyishga ham hayronman. Ha. Sodiq Turg'unovchi kelib ketdimi? Ha, meni o'ldi deb yetkazishibdi. Shunga o'laksaxo'rga o'xshab darrov yugurib ketdi. Ustimdan mazza qilib bir kulmoqchi bo'lishibdi-da. Buni psixologik hujum deyishadi. O'zimnikilar meni shu ahvolga solishdi. Shu narsa menga alam qilyapti. Shuni biling. Og'riqli joyingizga o'zining yaqinlari uradi. Begona emas. Shunaqa. Chunki ular qayeringiz og'riyotganini biladi. Shunaqa ekan. Meni kim bo'lganimni
O'tmishimni siz bilmaysiz. Bekordan bekorga Nazokatxon menga osilmagan. Yaxshiyamki u meni boshqa daromadlarim borligini bilmagan. Bu daromadni hatto bolalarim ham bilmasdi. Nazokatxon meni hamma narsasini quritdim, ship-shiydon qildim deb o'ylaydi. Va yanglishadi. Kechirasiz. Bilsam bo'ladimi? Qanaqa daromad bu? Aybga buyurmang-ku, uyingizni borib ko'rdim. Meni qiynayotgan savol, siz bunaqa sharoitda buncha pulni... Afzalboy, siz meni uyimga qaramang. Meni bu sipo yurishimga baho bermang. Men 60 yoshga kirganimda bir haqiqatni tushunib yetdim. Shundan keyin turmush tarzimni o'zgartirdim. Qanaqa haqiqat? Odamlar qiymatini pul bilan, mol dunyo bilan o'lchamang. Qancha oddiy bo'lsangiz, qancha sipo bo'lsangiz, qancha muloyim bo'lsang, shuncha dushmaning kamayar ekan. Bilasizmi, Yaponiyada milliarderlar metroda yurishadi, lekin ularning peshonasiga milliarder deb yozib qo'ymagan. Vaholanki katta villalari bor, orollarda yashashadi. Lekin oddiy xalqning orasiga kirganda oddiy xalq mana teppa-teng bo'ladi qo'yadi. Oddiy bo'l, ammo hamyon pulga to'la bo'lsin. Bu yaponlarning eng ulug' gaplaridan bittasi. Bilasiz, boylar ham ahmoq emas. Masalan, soat. Mana shu soatda $1 million olsa ham bo'ladi. Yoki 50 ming so'mga olsangiz ham bo'ladi. Ikkalasi ham vaqtda bir xil ko'rsatadi. Yoki $1 million mashina ham aynan o'sha yo'ldan yuradi. Oddiy mashina ham shu yo'ldan yuradi. Faqat ahmoqlargina qiymatni qimmatlikda deb o'ylashadi. Gap narxda emas. Gap maqsadda. Shuni tushundimki, yaxshi va to'g'ri yashash kerak. Ochig'i men hamma hashamatdan voz kechganman. Bankda o'zimga yarasha hisoblarim bor. Shuni o'zi menga yetadi. Asabim buzilganda, siqilganimda o'sha hisobimdagi hisob raqamlariga qarab tinchiyman. Kayfiyatim ham ko'tariladi. To'g'risi, eng yaqin insonim qilmagan ishni qildingiz. Sizga kattakon rahmat. Rahmatni menga aytmang. Demak, shu narsa taqdiringizda bor ekan. Charchab ketdim-e, boru. Qornim ochib ketdi. Hozir onam bo'lganlarda zo'r ovqatlab pishirib bergan bo'lardilar. Ha, shularni joylashtirib olaylik, kafega chiqamiz. Men ham oyim bo'lganlarida yaxshi ko'rgan ovqatlarimni pishirib berardilar. Darrov oyijoningiz sog'inib qolasiz-a? Onam meni har doim qalbimdalar. O'zi bilasan, odamlar bekorga aytishmaydi. Har bolada onani bir kichkinagina hujayrasi bo'ladi. Xuddi shunaqa onada ham bolani hujayrasi bo'ladi. Yo'q-e. Ha, shuning uchun ona bola bir-biriga bog'liq bo'ladi. Nozu.
Bu isbotlangan fakt. O'shaning uchun onamni har doim sog'inar ekanman-da. Farhod aka, zo'r bitta g'oya bor. Qana xursandqichi? Xullas, agar pul tejash kerak bo'lsa, Xo'sh, bir kun meni oyimni uyida, bir kun siz oyingiznikida ovqatlanib kelamiz. Qalay, zo'rmi? Dono ekanman. Dangasasan, qanaqa dono? Shunaqa ham fikr bo'ladimi? Tan olaman, ikkalasi hamman. Hozir. Menga qara, iltimos, hech nima zakaz qilma. Hozir to'xtab turing. Alo, assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizlar? Yaxshi. Oyijon, rosa sizni xoningizdan yegim keldi-da. Kechadan beri ko'zim oldidan ketmaydi-ya. Xo'p, qizim, pishirib beraman. Sal turib borsa tayyor bo'ladimi? Bo'ladi, qizim, kelaver. Jinnimisa. Mayli, Farhodjon bilan kelaveringlar. Bo'ldi, uzog'i bilan 2 soatda uyda bo'lamiz. Farhod akam bilan birga boramiz. Bormayman. Borasiz. Yo'q, men bormayman. Jinnimroqmiz. O'z rosti ishimiz ko'p, lekin amallaymiz. Bo'ldi, sizlar kelguncha tayyorlab qo'yaman. Bo'ldi, xo'p, rahmat oyijon. Ana bo'ldi. Bugungi ovqatimiz ham hal. Menga qara, sen meni zaksa aldatingmi, sog'man deb? Bu nima qilganing bu? Men bormayman sen bilan hech qayerga. O'zing borib kel. Men nima? Ovqatlanish uchun qaynonasining uyiga boradigan bolaga o'xshaymanmi? Tuxum qovuriyman uni ko'ra. Borasiz. Bormayman. Ertaga siz oyizlikka boramiz. Qarang, Farhod aka, faqat qornim emas, onalarimizni ko'nglini ham o'ylayapman. Ular xursand bo'lib ketishadi. Bolam meni ovqatimni sog'inibdi deyshadi. Onalar o'zi shunaqa. Boring. Tezroq kiyimingizni alishtiring, ketamiz. O'zing borib kel. Borasiz. Bormayman. Borasiz dedim. Sizda shuncha pul borligi to'g'risi hayolimga ham kelmagan ekan. Sizga aytgan edim. Men neft bilan shug'ullanganman deb. Meni bitta yutug'im. Bu hisob raqamlarimni Malikaxon bilmagan. Qarang. Xudoyim mehribon. Asragan ekanda. Mana shu ishingiz to'g'ri bo'lgan ekan. Hayotda xotiniga hech narsa aytmaslikni mana endi tushundim. Meni xatoyim ham shu xotinimga hamma rejalarimni aytib qo'yganim. Va qaynotamga ishonganim. Ha, asosiy narsani so'ramabman. Afzalboy, men bilan sherik bo'lishga rozimisiz? Albatta. Men cho'kayotgan vaqtimda birinchi qo'l uzatgan inson sizsiz. Buni hech qachon esdan chiqarmayman. Nimaga rozi bo'lmasligim kerak? Roziman. O'zi boshidan hamkor bo'lsak bo'lar ekan. Men hamma narsa qonuniy bo'lishini xohlayman. Albatta. Tamara opaga aytaman. Hujjatlarni tayyorlaydi. Qo'l qo'yib, tasdiqlab bersangiz bo'ldi. Yaxshi. Bugundan boshlab G'aybulla G'aniyevich bosh direktorsiz. Rahmat. Sizga rahmat. keling Banu. Jonim, choyingiz tayyor. Issiqqina. Baraka toping boringizga shukur. Yaxshi ham bor ekansiz, ha? Rahmat, rahmat. Mana bu hisobotlarni siz tayyorladingizmi? Men tayyorladim. Bu hisobotlar negadir
aniq emas-ku. Ishlarimizning umumiy maoshi bunga kiritilmagan. Kirim chiqim ko'rsatilmagan. Oylik daromad solig'i yo'q. Bo'ldi. Menga ishonsangiz, hammasini to'g'rilab chiqam. O'zi bosh hisobchilikka boshqa odam olsa bo'lar ekanda. Sizni tushundim. Meni ishdan olib tashlab uyda o'tkazib qo'ymoqchimisiz? Yo. Sizni o'zim o'rinbosarim qo'ymoqchiman. Bunaqa mayda-chuyda ishlarni qilib yurmang deyman-da. Men qo'limdan keladigan hamma ishni qildim. Agar yoqmayotgan bo'lsa, hammasini yuzimga aytishingiz mumkin. Agar menga ishonsangiz, har ikkalasini ham eplayman. Yo'q, aslo. Toliqib qolasiz-ku. Toliqmayman. O'zi endi oyoqqa turgan bo'lsangiz. Men ishlab o'rganganman. Begona odamga bunaqa ishlarni topshirib qo'ya olmayman. Sodiq Turg'unovich, siz tushunishingiz kerak, hozir deyarli hamma firmada buxgalterlar firibgarlik qilyapti. Siz yoningizda menga o'xshagan ishonchli odam kerak. Xotiramang. Baribir hammasi hisob siz qo'lingizdan o'tadi. Chunki siz ko'rmaguncha men baribir qo'l qo'ymayman u. Agar shunaqa bo'lsa, mayli. Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Choyingiz sovib qolyapti. Rahmat Bonu. Boringizga shukr. Tavba. Nazokat opa choyga nima qo'shar ekan, ha? U damlasa cholga yoqadi. Men damlasam yoqmaydi. Qaysi biri ekan? Bir xil choy bo'lsa, nimasi yoqmaydi bunga? Hayronman. Eng qizig'i bitta chashkada damlagan. Loqal tatib ko'rish kerak. Shunda mazasini bilib olardim. Mayli. Nazokatxon, charchab qolmayapsizmi? Sodiq Turg'unovich, zavodga bormoqchi edingiz. Mashina tayyor. Ha, esimdan chiqib qolibdi. Bonu, siz ham borasizmi? Bir o'zingizni yubora olmayman. Jahongir, sen shu yerda qolib ofisga qarab turgin. Men tezda borib kelaman. Ha, mabodo afzal kelib qolsa, meni kutib tursin. Xo'p bo'ladi, bajaramiz. Nimaga afzal kelish kerak? Loyihani sotish uchun. Qaynotasining o'yindan chiqarib yubordik. O'zi bilan endi bu yog'iga to'g'rima-to'g'ri muzokara qilib olamiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. O'rtog'ingiz bilan orangizga
sovuqchilik tushib qolmasin. U meni o'rtog'im emas. Men uchun u hech kim. Demak, siz faqat undan foydalangansiz. Shunaqa. Ketdimi gulim? Ketdik. Banu, ketdikmi? Ketdik. Yuring. Yaxshi boring. Rahmat. Qiziq. Nima solar ekan bunga? Hidi g'alati. Boyga aytganingdek, erim bilan gaplashdim. Rangi bir oqardi, bir ko'kardi. Hammasini tushundi. Menimcha, Sodiqqa sotmoqchiligimni bildi. 2 kun vaqt berib chiqdim. Lekin aniq bilamanki, 2 kun ichida bu pulni topolmaydi. Dada, shu ishni bekor qilyapmiz-da. Meni desang, eringni yonina olmagin. Bitta uyni qizg'angan odam bilan sherik bo'lmayman. Men bekor aralashdim. Nima, eringdan qo'rqyapsanmi? Qo'rqmayman, vijdonim qiynalyapti. Xuddi ularni jarlikka olib borib itarib yuborgandek bo'lyapman. Seni ering tegirmonga tushsa butun chiqadiganlardan. Keyin bolalaring bor. Senga hech narsa qila olmaydi. Bilmadim, dada. Qizim, yoningda men borman. Pulimni qaytarib olsam, senga salon ochib beraman. O'z ishingni boshlaysan. Shu tuzukroq biznes bo'lganda pul tikardim. Kimga ishonishni ham bilmaysan. Hammasi luttivoz. Hozir nima ko'p, firibgar ko'p. Dada, sizni aldash olmaydi. Oyog'ini osmondan qilib qo'yasiz-ku. Pulimni olib bir kunda chetga surib qolsa, hech narsa qila olmayman. Pul bo'lsa bor. Lekin uni ushlab o'tirgandan foyda yo'q. Uni ko'paytirish kerak. Shuning uchun uy olib qo'ysammikin deyapman. Kuyovingiz yangi mega loyihani tayyorlabdilar. Bildirsoyda katta kurort zonasi qurilar ekan. O'sha yerdan ham uy oling. O'zi ishlari yaxshimi? Unchalik emas. Boshliqlari bilan chiqisha olmayaptilar. Ketamanga tushib qolgan. Kuyovingiz bilan hamkor bo'ling, dada. Uni rahbari bor. Meni qo'shmaydi. Yaqinda u yerdan ketadilar. O'zlari ish boshlaydilar. Shunda siz bilan hamkorlik qiladilar. Mahkam ushlaysiz. Ungacha pulingizni ishlatib qo'ymang. Xo'p.
O'zimni aqlli qizim. Kelishdik. Nima bo'ldi qizim? Xayol surib qolding? Yo'q, o'zim. Agar o'sha ering seni boshingdan bironta sochingni nohaq to'kadigan bo'lsa, mendan ko'radiganini ko'radi. Yo'q, ular unaqa ish qilmaydilar. Lekin bir ko'ngillari og'risa, hech ham kechirmaydilar. Og'risa og'rir. Kim uni ko'niga qarab o'tiribdi? O'rtada katta pul bor. O'zi bunaqa munosabatlarga pulni aralashtirish kerak emas ekan, dada. Men yaxshilik qilaman deb o'zim bilmagan holda yomonlik qilib qo'ydim. Bir tomonda otam, bir tomonda erim. Nima qilishimni bilmayapman. Balki haq tursan. Lekin hech narsa qilmaydi. Sen xavotir olma. Ortingda men borman. To'g'ri, lekin bugun kun bo'yi bir marta ham telefon qilmadilar. Har kuni 10 martalab telefon qilardilar. Hozir u pul qidirishman o'vara. Senga qo'ng'iroq qilishga vaqti yo'q. Balki. G'aybulla aka, Labbay. mana qolgan pullar. Yaxshi ham bularni hammasini ishlatib qo'ymagan ekanmiz. Bularni shunaqaligini ko'nglim sezgandi. Qaynotani puli minnatligini bilardim. Shunda qarzni to'lashga yetadimi? Bilmadim. Bir amallaymiz. Yetib qolsa kerak, xudo xolisa. Ammo qo'limizda aborotga pul qolmadi. Afzalboy. Agar kerak bo'lsa, uyimni sotaman. Agar kutishi imkoni bo'lsa, boshqa yerdan pul topamiz. Ha, bilasiz, bir o'zim tursam. Menga hayhotda uyni nima kerak bor? Hostelda ham yashab turaman. Uyni sotish shart emas. O'zizga aytdim-ku, biznes shunaqa narsa. Unga boringni tikasan. Ana undan keyin natija olasan. Balki Bildirsoydan uy olarman. Foydaga emas, o'zimni pulimga. Mayli. Siz uchun bitta chiroyli uyqu beramiz. Rahmat. Ha, pullarni qachon olib boramiz? Bugun olib boramiz. Hozircha ularni bir pas xursand bo'lishiga qo'yib beraylik. Bir necha soatga o'zlarini g'olib bo'lganday his qilishsin. Unda popiklari ancha pasayib qolar ekanda. Shunaqa. Bo'pti, bo'lmasa hujjatlarni olib kelay. Mayli, olib keling. G'aybulla aka. Bu qilgan yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Afzalbek, siz meni kimligimni surishtirmasdan ishga oldingiz. Menga ishonch bildirdingiz. Men uyda ko'milib qolib ketgandim. Ochiq o'zimni hech kimga kerak emas deb hisoblardim. Qachon o'larkinman deb kutib yotgandim. Va nihoyat menda hayotga qiziqish paydo bo'ldi. Ana endi yashagim kelyapti. O'ladigan ahmoq yo'q. Ikkalamiz Bildirsoyni obod qilib gullatamiz.
vaqti kelganda bu yerlarni kimlar qurgan desa, Afzalboy bilan G'aybulla deyishadi. Yashang aka, baraka toping. Haligi men keliningizga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Mayli. Bo'lmasa men sizni ko'chada kutaman. Xo'p. Xo'p. Ana, qilyaptilar. Aytdim o'qiladi deb. Qayoqqa ham borardi? Alo, Afzal aka, yaxshimisiz? Yaxshiman. Bugun kechga dadajoning chaqirib qo'y. Tinchlikmi? Tinchlik o'tirib gaplashib olamiz. Xo'p. Afzal akam sizni chaqiryaptilar. Bolalarni bog'chadan olib ketamiz. Sen boraver. Men kechki payt o'zim boraman. Xo'p. Nimaga meni chaqiryapti bu? Yo, pul topdim ekan. Yo. Yarim kunda shuncha pulni topish juda qiyin. Menimcha kelishmoqchi bo'lsa kerak. Yalinib kelishimni so'raydi. Ko'ramiz, kuyov bola. Nimaga bu hech kim ishlamayapti? Ishchilarni bo'shatib yubordik. Oylik ham. Oylik? Oylik vaqtida berilyapti-ku. Oyliklar vaqtida berilgani yo'q. Mana shu ishchilar qoldi, xo'jayin. Xohlasangiz yuring, gaplashib ko'ramiz. Qani yurchi? Xo'sh, nima muammo? Gapiringlar. Nimaga bizni maoshimizni kesib tashladingiz? Sani maoshinglar kesilmagan. Juda kam ish haqi to'lanyapti. Bularni oila bola chaqasi bor. To'lanayotgan oylik yetmayapti. Yo ish haqimizni oshirib bersin yoki bo'shaymiz deyishyapti. Tushunmadim Nazokatxon. Bular nima deyapti? Nima uchun bularning oyligi qisqartirilgan? Afzalboy, hujjatlar tayyor bo'pti. Juda ham yaxshi. G'aybulla aka, o'zingiz tanishib chiqib qo'l qo'yarsiz. Sherikchilik shartnomasi deng. Ha. Menga ma'qul. Bandlarni yaxshi kiritibsiz. O'sha kelishganimizdek 70 ga o'tdiz. Sizga ma'qul bo'ladimi? Ma'qul. Endi pul bekor yotgandan ko'ra odamlarga foydasi tekkani yaxshi. Tamar opa, bugundan boshlab G'aybulla aka firmamizni direktori bo'ladilar.
yonimdagi xonani tayyorlab berarsiz, chiroyli qilib. Xo'p bo'ladi. Yo. Ming bor uzr. Menga xona kerak emas. Men qurilishda bo'lganim yaxshi. Ishchilarni ham kimdir nazorat qilish kerak. Keyin qolaversa zerikmayman. Ishchilar bilan gaplashib yuraman. Ancha ishimiz bitadi. Xo'p. Xo'p, ishlarimni qilay bo'lmasa. Xo'p. Men ketdim qurilishga. Mayli aka. Mayli. Xo'p. Men sizdan javob kutyapman. Bularni maosh kesilgandan nimaga men xabarim yo'q? Sodiq Turg'unovich, siz больницада edingiz. Nima qilibdi? Endi xavotir olmang deb aytmadim. Kirim vaqtida tushmadi. Majbur bo'ldik. Voy, keyingi oydan maoshlariga qo'shib beramiz. Eshitdinglarmi? Keyingi oy o'sha qisqartirilgan pullarni har biringiz qo'shib olasiz. Xo'jayin o'zi arzimagan maosh olsang. Shuni ham vaqtida bermayapsiz. Axir bunaqa bo'lishi mumkin emas. Har 15 kunda maosh oladigan hujjatga qo'l qo'yib beraman. O'tgan oy ham juda kech maosh oldik. Menga qarang. Namuncha norozisiz? Ha, bir oygina kechroq maosh oldinglar. Shunga shuncha gapmi? Yoqmayotgan bo'lsa, ishni qilib yotibdi-ku ko'chada. Bemalol boshqa joyda ishlanglar. Opa, siz kelganingizdan beri shunaqa bo'lyapti. Avval bunaqa emas edi. Mukofot puli ham olardik. Voy, qanaqa mukofot? Qanaqa mukofot? Ishni eplab qo'yinglar oldin, ishinglar brak bo'lsa, hech qayerda uni sota olmasak, yana mukofot puli deysiz. Nazokatxon. Tashqariga chiqib turing. Boring. Sizlar ko'ngillicha o'tirmanglar. Kechiktirilgan maosh uchun men uzr so'rayman. Keyingi oydan ko'rasizlar, xudo xolasa, hammasi joyiga tushadi. Oyliklarga qo'shib mukofot puli ham beraman. Hech kim qo'lini cho'ktirmasin. Kelishdikmi? Xo'p bo'ladi. Boring ishingizga. Xo'p, rahmat. Ishlarni davom etinglar. Bor, ishingni qil. Xo'p. Lolaxon, xush kelibsiz. Shularni ko'rib chiqarkansiz. Mayli. Ha, aytgancha, zavodda janjal ko'tarilgan ekan. Eshitganmidingiz? Ha, o'zi hammasi g'azabda o'tirgandi. Ha, janjal nimadan chiqdi? Nazokat Botirovni puli yo'q deb hammani oyligini qisqartirdi. Arzimagan oylikka ishlaydiganlarni 1 milliondan kamaytirsa ham katta farq qiladi. Ha. Yana kamiga maoshlarni o'z vaqtida bermaydi. U yerda qancha ishchi borligini bilasizmi? O'zi zavodda qancha odam ishlaydi? 2 ta zavodni qo'shganda 1000 dan oshiq. Yo'q, opa shuncha pulni qayerga sovurdilar? Xabarim yo'q. Menga hisobot bermaydi.
Hammasini o'zaro javlon degan yigit bilan o'zlari hisoblashadi. Ha, Eshikni ichkaridan qulflab olib, pichirlashadi. bundan Sodiq Turg'unovichni xabari bo'lsa kerak-a? Men unaqa deb o'ylamayman. Menimcha, Doda kompaniyani mahrga berdilar. Hamma narsani kinoya hal qiladilar. Ha, mayli. Unda hujjatlarni olib kirarsiz-a? Xo'p, Kutaman. Banu? Nima qilishingizdan qat'iy nazar. Siz meni ogohlantirib qo'ying degandim-ku. mehribonim. To'g'ri degansiz. Lekin kasal bo'lganingiz uchun sizni ayadim-da. Kechirasiz-ku. Ichlari bosirishi o'zi bo'lmaydi. Mana, yarmidan ko'pi bo'shab ketibdi. O'rniga ish topish qiyin bo'lib ketdi. Topiladi. Xavotir olmang. Nima ko'p? Ko'chada ishsizlar ko'p. Jon deb kelishadi. Keyingi safar agar yana mabodo maosh kirsadigan bo'lsangiz, menga aytib qo'ying, maylimi? Xo'p bo'ladi. Faqat siz asabiylashmang, xo'pmi? Baqirsangiz mazam qochadi, qo'rqaman. Ichimda shubha gumon uyg'onadi. Bu odamga nimaga turmushga chiqdim? Menga shu kerakmidi deb o'ylab qolaman. Banu. Bilasizmi? Meni qahrim ham bor. Mehrim ham bor. Mayli. Nima bo'lganda ham baqirmang. Harakat qilaman. Shuni sizdan chiqarmang. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshimisizlar, kelin. Bolalar yaxshimi? Rahmat. Afzalbek uydami? Ha, uydalar, kiring. Xo'p, Ichkaridalar. rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat Xudo bo'lsiz. yaxshimisiz? Sog'ligingiz Sog'liqlaringiz yaxshimi? Qani marhamat qiling. Yo'q, o'tiring, O'tiring. bemalol. Yo'q, bismillah. Ilohim. Qani tan omin. sog'lik, Qadam xotirjamlik yetdi, bo'lsin. balo yetmasin. Salomatligingiz yaxshimi, Yaxshi, Xudo rahmat. Rahmat. Mana siz bergan pullaringiz. Yarim kunda shuncha pulni topib keldingmi? Nima? Topolmaydi deb o'ylaganmidingiz? Shunaqa o'ylaganingiz aniq.
Meni qizingiz bilan birga sindirmoqchi bo'ldingizmi? Bu ishga meni qizimni aralashtirma. Hammasini ustida turgan shu qizingiz emasmi? Bu qarorga men kelganman. Uni aloqasi yo'q. Yaxshi. Ochib ko'ring pullaringizni. Tekshirib oling. G'aybul aka, Labbay. siz videoga olib turing. Ertaga menga ortiqcha gap so'z kerak emas. Hamma narsa fakt bilan bo'lgani yaxshi. Agar qarshi bo'lmasangiz. Qarshi emasman. Olyapsizmi? Olyapman. This side of the road.
Hey, qayerga bu?